Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar. Sizlar bilan yana bir Surxondaryo telekanalida yangi loyihada ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mustaqilligimizning 35 yilligi arafasida Surxondaryo viloyati miqyosida yirik bir loyihaga start berildi. Ya'ni Surxon yulduzi iste'dodlar loyihasi Surxondaryo viloyati hokimligi, viloyat madaniyat boshqarmasi, Termiz davlat pedagogika instituti hamda Surxondaryo teleradio kanali davlat muassasasi hamkorligida tashkil etildi va ko'plab vohamizda yashab, ijod qilib, san'atga mehr qo'ygan 500 ga yaqin yoshlarni bugungacha qamrab oldi. Aytishimiz kerakki, Surxon yulduzi teleloyihasining tuman, hudud saralash bosqichlarida ko'plab 12 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz faol ishtirok etishdi. Bugun esa mana shu sahnada barcha hududlardan saralangan, yanada iqtidori baland bo'lgan, o'ziga ishongan yoshlarning chiqishlariga sizlar bilan guvoh bo'lamiz. Bugun ushbu loyihada ishtirok etayotgan yoshlarimiz an'anaviy xonandalik, cholg'u ijrochiligi, estrada xonandaligi, qolaversa baxshichilik yo'nalishlarida mana shu sahnada o'z chiqishlarini namoyish etishadi. Bugungi dasturimizda esa sizlar bilan estrada yo'nalishida o'z ovozi, o'z uslubiga, qolaversa iste'dodiga ega bo'lgan yoshlarning chiqishlariga birgalikda guvoh bo'lamiz. O'ylaymizki, siz ham ularning chiqishlarini kuzatib borasiz va qo'llab-quvvatlaysiz. Demak, yoshlarimizning chiqishlariga navbat beramiz. Assalomu alaykum, men ismim Bobomurod Sirojiddin. Men Jarqo'rg'on tumanidan keldim. Kayfiyatlar qanaqa loyiha oldi? Kayfiyat o'rta darajada, hammada hayajon bo'ladi deb o'ylayman. Hozir hayajon bor. Qaysi yo'nalishda ijod qilasiz o'zi? Estrada yo'nalishida bugun o'z mahoratimni ko'rsataman deb kelganman. Aynan qaysi qo'shiqdan? Ustozimiz O'lmas Alloberganovda kutaman asarlarini tayyorlab kelganman. Bobomurodov Sirojiddin. Asragan gapim bor, kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman, kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman. Rayhonni tebratsa shamollar, gullarga beraman savollar. Kechiring ey sohib jamollar, kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman.
kelmasa dünyadan yalnız otaman kütaman kelmasa dünyadan yalnız otaman kütaman. Bu loyiha vohamiz uchun yangilik bo'ldi, yangi qadam bo'ldi. Buning uchun mana shu viloyat hokimligi, viloyat madaniyat boshqarmasi, Surxondaryo televideniyasi va mana shu loyihaning tashabbuskorlaridan biri Vahobjon Nordojiyevlarga minnatdorchilik bildiramiz. Endi har bir o'sha yangilikni ilk qadamlari birinchi qadam tashlash qiyin bo'ladi. Mana shu qiyinchiliklardan, mana shu ajoyib jamoa bilan, voha bilan, ijodkorlar bilan o'tamiz deb o'ylayman. Bu loyihadan faqat voha yutadi, ishoning, faqat yutadi, chunki yangi ovozlarni kashf qiladi, yangi ijodkorlarni, yangi o'sha sozandalarni kashf qiladi. Endi to'g'ridan to'g'ri Sirojiddinbekning ijodiga keladigan bo'lsak, ijrosiga keladigan bo'lsak, maktab, musiqa maktab bo'lganmi, qanaqa bo'lgan? Musiqa maktabda o'qiganman 5 yil. Vokalmi? Yo'q, estrada. Estrada xonandaligi. Demak, o'sha tayanch nimasi bor ijroda, faqat sahnaga chiqqandan keyin sahnaning o'zining qonun qoidalari bo'ladi, ya'ni ijro payti emotsiyaga berilib, o'sha ko'zlarni yumish ko'payib ketdi, o'sha taraflarga bu narsaga alohida e'tibor qilish kerak. Keyin shunaqa narsa bo'ladiki, ijro paytida odatda shirin nag'malarni kulminatsion nuqtasiga olib qo'yiladi ijrochilar. Sizda boshida ko'rdik o'sha narsani, kulminatsion narsalar, nag'malarni boshida ko'rdikda, oxirida ozgina hayajon bo'ldimi, avji qismlarida salgina ovozda qisish bo'ldi, o'sha yerda salgina yetmay qolgan joylari bo'ldi. Demoqchiman, bu narsalarni keyingi nimalarga e'tiborga olasiz, ijroda yoki bo'lmasam ko'rik tanlovlarda. Umuman olganda ajoyib chiqish bo'ldi va sizni tabriklayman. Rahmat. Sog' bo'ling. Jarqon tumani 20-son madaniyat markazi estrada xonandasiman. Hozir ijro qiladigan asarim italyancha Amor mio. Amor mio, por favor, tú no te vas. Yo botaría basura en la lluvia. Amor mio, por favor, tú no te
Novel verey, novel verey, novel verey. No quieren engordar, no quieren engordar. Verey, novel verey, novel verey, novel verey. No quieren engordar, no quieren engordar. Lola, 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 la 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 la, la 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 la, Lola, 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 la 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 la, la 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 la. Rahmat. Chiroyli ijro. Bruno Ferrari, ya? Amor mio. Amor mio. O'zi asli boshida 1971-yil Mina tomonidan ijro qilingan. Keyinchalik Ommalashgani o'sha eng ommalashganligi Bruno. to'g'ri. Ha. Rahmat. Ijroda siz ham shu kamchilikka e'tibor qiling. Xo'p. Endi tushunamiz, baribir o'sha ijrolar yaxshi, men xursandman. Bu Surxondaryomizda ham mana shunday ijrolar bor. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum avvalambor. Jarqo'rg'on tumani, ismim Sevara Shamsuddinova. Ijro qiladigan asarim Ozarbayjon xalq qo'shig'i Garagiz deb nomlanadi. Bülbüller süser bağın, yar gelen güzel bağın. Dirlerin yan kara kız, ay kaşı gözün kara kız, ay kaşı gözün kara kız. Aman, aman. Böyle dütüp ana taşın kimi ay hana derlerini yan kara kız, ay kaşı gözün kara kız, ay kaşı gözün kara kız. Dayan, aman. Bülbüller susar bağın, yar geller gezer bağın. Bülbüller susar bağın, yar geller gezer bağın. Dudağı gül gül çesin, açılsa beser bağın. Dudağı
Güneşin kimi ayhanım Kesilin öpelim Neli desin altay hanım Kesilin öpelim Nel desin altay hanım Heyleren yan kara kız Heyler dedim aşara kız Ay kaşın kızın kara kız Heyler dedim aşara kız Heyleren yan kara kız Heyler dedim aşara kız Ay 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 kara kız Heyler dedim aşara kız Manuşudam halına Gözden kara halına Manuşudam halına Gözden kara halına Lale bine şeyinmez Yarım gül camalına Lale bine şeyinmez Yarım gül camalına Heyleren yan kara kız Heyler dedim aşara kız Ay kaşın kızın kara kız Heyleren yan kara kız Heyleren yan kara kız Heyler dedim aşara kız Ay kaşın kızın kara kız Heyleren yan kara kız Yaxshi, nafasda ozgina e'tiborli bo'ling. Chunki ijro qiyin-da, bu yo'lda o'zi qiyin. Shuning uchun nafasni to'g'ri taqsimlamasangiz o'sha o'zingiz xohlagan nag'malarga qila olmay qolishingiz mumkin. Bu ijrolarda o'sha nafas bilan ko'proq e'tibor qilasiz. Ijro uchun katta rahmat, maza qildik, rahmat. Sho'rchi tumanidan Ibragimov Abulfayzman. Abror Do'stovni arazingdan qo'shig'ini aytib beraman, marhamat. Ba'zan kulib, ba'zan ko'z yosh to'kib o'tdim Muhabbatning azoblarin chekib o'tdim Sevgi shunday bo'lsa aytgin sevib netdim Arazingdan o'rgildimi arazingdan Garchi ishqing bilan kuydim devonaman Kunda ming bor rashking qilar dunyoni tor Qovog'ingdan yog'ilgani yomg'ir va qor Arazingdan o'rgildimi arazingdan Qovog'ingdan yog'ilgani yomg'ir va qor Arazingdan o'rgildimi arazingdan So'zlaringdan zahar tomar bol o'rniga Asabimni xo'p chalding tor o'rniga So'zlaringdan zahar tomar bol o'rniga Asabimni xo'p chalding tor o'rniga Yoki o'zga yor topaymi yor o'rniga Arazingdan o'rgildimi arazingdan Yoki o'zga yor topaymi yor o'rniga Arazingdan o'rgildimi arazingdan Bir paytlar so'zing asal edi yobor Parvonadek kunda ming bor so'rarding xor Bitta gap kam bugun ikki so'zim malol Arazingdan o'rgildimi arazingdan Bitta gap kam bugun ikki so'zim malol Arazingdan
o'rgildimi arazingdan. O'zi ketar, o'zi qaytar yor bo'lmagin. Arazni qo'y, buncha ko'ngli tor bo'lmagin. Ketar bo'lsam, izlarimga zor bo'lmagin. Arazingdan o'rgildimi arazingdan. Ketar bo'lsam, izlarimga zor bo'lmagin. Arazingdan o'rgildimi arazingdan. Oshiq taslim bo'lmas ishqda kurashadi. Shunda bizga havas ila qarashadi. Mayli bizga ishq o'yinlari yarashadi. Arazingdan o'rgildimi arazingdan. Mayli bizga ishq o'yinlari yarashadi. Arazingdan o'rgildimi arazingdan. Arazingdan o'rgildimi arazingdan. Avvalo ajoyib ijro bilan tabriklayman. Rahmat. Bu endi ko'proq milliy estrada. Bu yerda mana Vahobjon ustozimiz, qolaversa ustozlarimiz o'tiribdi. Hamma bu yerda demoqchiman san'at ahli. Hammalari tushunadi qanaqa ijro, qanaqa xatoliklar, kamchiliklar, ya'niki o'sha tonni his qilish kerak ijro payti, balki musiqa balandligi uchun eshitmagan bo'lishingiz mumkin, lekin ijro davomida ham sal o'sha tondan ketib qolishlar bo'ldi. O'shaning uchun bu safargi ijrolarda e'tiborli bo'lasiz. Rahmat. Ajoyib ijro bo'ldi. Rahmat. Ismim familiyam Husanov Jasurbek, Termiz tumanidanman. Yoshim 20 da, hozirda Termiz davlat universitetining yuridik fakultetida o'qiyman, 3-bosqich talabasiman. Yuridik fakultetda o'qib, san'at yo'nalishiga qiziqish qanday paydo bo'lgan yoki san'at siz uchun faqatgina hobbimi? Endi qonimizda bor. Onam ham, otam ham san'at institutini tamomlaganlar. O'zimda ham qiziqish bor, lekin endi onam aytish bo'yicha 2 yoshdan boshlab qo'shiq boshlaganmiz hozirgi kungacha. Bugun qaysi qo'shiqni ijro qilib berasiz? Bugun Xudo xohlasa mayli sir bo'lib qolsin, qaysi qo'shiqligi, lekin ustozimiz Ozodbek Nazarbekovning ijodidan bo'ladi, Xudo xohlasa. Termiz tumanidan Husanov Jasurbek. Xudo xohlasa Ozodbek Nazarbekov ustozimizning Otamdursiz asarlarini tayyorlab kelganmiz. Marhamat. Suyanganim tog'im derdi sizni onam, yashnab turgan bog'im derdi sizni onam. Suyanganim tog'im derdi sizni onam, yashnab turgan bog'im derdi sizni onam. Bu dunyoda hatto aziz otamdan ham mening yaxshirog'im derdi sizni onam. Bu dunyoda hatto aziz otamdan ham mening yaxshirog'im derdi sizni onam. Siz men uchun beminnat bir olamdirsiz. Onam shunday bino qo'ygan otamdirsiz. Siz men uchun beminnat bir olamdirsiz. Onam shunday bino qo'ygan otamdirsiz.
sababdan ko'cha ko'yda yurganimda xotirjamman. Xonadonim chirog'isiz shu sababdan ko'cha ko'yda yurganimda xotirjamman. Go'yo shodon, go'yo dardli olamdirsiz. Onam shunday bino qo'ygan otamdirsiz. Go'yo shodon, go'yo dardli olamdirsiz. Onam shunday bino qo'ygan otamdirsiz. Ota desam yayragaydur zabonlarim, siznikidir surgan davru davronlarim. Ota desam yayragaydur zabonlarim, siznikidir surgan davru davronlarim. Sizni quchib bobom deya erkalasa quvonaman canım kızım oğlanlarım. Sizni quchib babam diye erkalasam quvonaman canım kızım oğlanlarım. Onam 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 suygan odamdirsiz. Onam shunday bino qo'ygan otamdirsiz. Opam singlim onam suygan odamdirsiz. Onam shunday bino qo'ygan otamdirsiz. Onam shunday bino qo'ygan otamdirsiz. Rahmat. Jasurbek ustoz san'atkor ijrosidagi qo'shiq nafaqat yo'llarini balki o'sha qarash, jestlar hammasi bor. Endi havas yaxshi narsa, lekin ustozni o'zi ham aytganda, necha yillar Muhriddin Xoliqovning oldida yurganlarida aytganlarki, men baribir o'zimning yo'limni topishim kerak. Demoqchimizki, biz kimgadir havas bilan chiqamiz sahnaga, lekin baribir o'sha oxir-oqibat o'zimiz yo'limizni topishga harakat qilamiz. Sizda ovoz, imkoniyat, hammasi joyida, tobida. Yanada izlanib, nafaqat o'zbek estradasi, balki jahon estradasi ijrolarini ham ijro etib, yanada rivojlaning. Ijro uchun rahmat, maza qildik. Rahmat siz. Rahmat. Men Xolifa Nargizaman, Termiz shahridan kelganman. Men 2-yil musiqa maktabida tahsil olaman. Bu yil bitiruvchi bo'lganim uchun bu yil tugatdim. Shunga bu tanlovga qatnashish uchun keldim. Surxon Yulduz ko'rik-tanloviga men estrada yo'nalishidan chiqaman. Estrada bo'yicha qo'shiq kuylab beraman ularga. Men ovoz bolalarda qatnashganimda u yerda ham juda katta hayajon bo'lgan. U yerda ham harakat qilganmiz, bosqichma-bosqich o'tishda. Men Xolifa Nargiza, Termiz shahar, ijro etib beradigan asarim Mustahkam ustunim. Ko'zimga surtib, senga ming bor ta'zim qilgum har on. Baxtu saodatan koshona qurib, dilim yashnatgan ey aziz makon. Mustahkam ustunim, sen bag'rim butunim, O'zbekiston. Mustahkam ustunim, hey bag'rim butunim, O'zbekiston. Bog'laringdan ketmas mangu bahor,
o'rgatdilar har yon. Ishonch daraxtimning va'da buyuk, uning ildizi chuqur bebahor. Mustahkam ustunim, ey bag'rim butunim, O'zbekiston. Mustahkam ustunim, ey bag'rim butunim, O'zbekiston. Mustahkam ustunim, sen bag'rim butunim, O'zbekiston. Mustahkam ustunim, hey bag'rim butunim, O'zbekiston. Rahmat. Xolida Nargiza. Asar qiyin. Ichida hamma narsa bor. Falset eshitdik. Boshlari boshqa analizdan keyin boshqa analizga o'tadi. Modulyatsiya bor. Hamma narsa bor. Yanada kuch bilan aytish kerak. O'sha narsa ya'ni musiqa tilida объем deydi. Chunki biz Nargizani ko'p konkurslarda ko'rganmiz, kuzatganmiz, katta-katta loyihalarda ko'rganmiz, ko'p narsa kutamiz demoqchiman. Yanada kuch bilan, yanada o'sha nima deydi, emotsiya bilan ijro etish kerak. Lekin asarning qiyinchilik darajasini hisobga olganda hamma narsa to'liq bajarildi. Rahmat ijro uchun. Меня зовут Базарова Богдана. Сегодня я для вас исполню песню «Unutma meni». Город Термес. Sen ketarsan, jo'ngina, sen ketarsan. Olis yo'llar seni chorlar zamon. Orzularing olamiga yor yetarsan. Hayotimsan, borma sensiz, menda majoz. Sen ketarsan, meni tashlab, sen ketarsan. gohi shomma deydi hayot, ammo o'zing hayolimga keltirmaysan. Hayotimsan, borma sensiz, menda majoz. Unutma meni qaylarda chekma furor, yaqindami yo'q meni esla. Unutma meni nur topgan choq quyosh, oqshomlar berib bir tosh meni esla. Unutma meni o'shganda dolg'on, yaqindami yo'q hijron meni esla. Kulib o'qsinib qo'l baxtimiz topmay zabon meni esla. Улетаешь за тобой, мне не умчаться. Улетаешь и уносишь мое сердце. Не успела я тобой налюбоваться. Не успела я теплом твоим согреться. Расставаясь, не прощаюсь я с тобою. Каждый миг со мною рядом ты незрима. Буду я смотреть на небо голубое и молить: ты возвращайся, мой любимый. Не забывай, где б ты ни был, любимый мой. Близко ли, далеко ли, помни меня. Не забывай самый солнечный день, ночью самый глубокую, помни меня. Не забывай.
Tamam. O'zbekcha tushunasizmi? Qo'shiq retro qo'shiqlardan juda ham ko'p qo'shiqlarimiz ijro etgan. Faqat o'zbekcha boshlandi. O'sha o'zbekcha talaffuzda endi tushunaman. O'zbekcha talaffuz masalan millat boshqa bo'lgan nimalar uchun sal qiyinroq bo'ladi. O'shanga sal e'tibor qiling. Ya'ni tinglovchi so'zlarni tushunishi kerak-da. Sen ketarsan boshlayapsiz-ku. Biz faqat ohangda eshityapmiz. O'sha faqat so'zlarni aniq bering. Rus tili, ruscha partiyasi boshlanganda tushunib boshladik. Ruschani tushundik, lekin o'zbek tili birinchi partiyasida ohang chiroyli, yo'l chiroyli, o'sha xarizma, hamma narsa bor, faqat so'zlari sal tushunasiz. O'sha narsaga e'tibor qilasiz. Rahmat. Ismim Sunnat, familiyam Toshboyev. Bugungi ijro etadigan qo'shig'imiz turkcha qo'shiq. Ustoz san'atkor Ibrohim Tatlisesi Haydi So'yla qo'shig'i. Marhamat. Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman güllerim kurur. Seni gördüğüm zaman hayat sanki sen dolur. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gülüm sen söyle. Haydi gülüm sen söyle. Aşk kimi sevgili ya, derdimi sevgili ya. Haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle, rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle, uykusuz gecelerimi. Haydi söyle, haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle, rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle, uykusuz gecelerimi. Haydi söyle. Seni gördüğüm zaman beni bir ateş sarar. Seni gördüğüm zaman yanar yüreğim yanar. Seni gördüğüm zaman canlanır tüm anılar. Seni gördüğüm zaman durur bütün zamanlar. Susma gülüm sen söyle. Haydi gülüm sen söyle. Aşk kimi sevgili ya, derdimi sevgili ya. Haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle, rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle, uykusuz gecelerimi. Haydi söyle, haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle,
gecelerim haydi söyle haydi söyle ona nasıl sevdiğimi haydi söyle rüyalarda gördüğümü haydi söyle uykusuz gecelerimi haydi söyle. Avvalambor rahmat. Mana shu loyihada ko'rib turganimdan xursandman. Rahmat siz. Sunnatbek, ovozingiz qanaqadir yoki o'zingizni tobingiz yo'q yoki bo'lmasam ovozda qanaqadir charchoq bormi? Sal Ozgina shamollash bor edi. Sezilib turibdi. Endi ochiqni aytsam, sizni ko'rganda qanaqadir bir jamoaviy ansambl bilan nimadir tayyorlab kelgan bo'lsa kerak, sunnatdan bir yangilik bir narsa ko'raman degan fikrim bor edi. Lekin bu ijro yomon emas, ijro yomon degani emas. Demoqchiman, o'zbek san'atida, umuman dunyo san'atida shunday san'atkorlar bor. Ularni ovoz diapazoni juda katta emas, kichkina ovoz bilan ham chiroyli narsalar aytadi. Ya'ni sizda shunday imkoniyat borki, o'sha avjisiz narsalarni ham, kichkina narsalarni ham shirin qilib aytadigan ijrolaringiz bor. O'shani kutgan edik. Bugungi ijroingiz ham yomon emas-u, lekin ozgina joylarida o'sha ovozda o'sha salgina charchagani hisobidan salgina tonlardan qochishlar bo'ldi. Ozgina hali mana bu yerda syomkalar bo'lgandan keyin o'zingiz ham bir ko'rib, eshitib nima qilsangiz, ijro uchun rahmat. Sunnatbek, keyingi ijodlaringizga, ijrolaringizga omad tilab qolamiz. Rahmat. Ha azizlar, bugun bu sahnada chinakam yulduzlar porladi. Yoshlarimiz orasida bir-biridan o'taman degan, bir-biri bilan sog'lom raqobatga kirishgan, san'atda o'zini namoyish etishga intilayotgan yoshlarimizning ko'pligiga guvoh bo'ldik. O'ylaymizki, sizlarga ham ularning chiqishlari manzur keldi. Albatta, Surxondaryo telekanalining rasmiy sahifalari orqali bizni doimiy ravishda kuzatib boring va o'z yulduzingizni kashf qiling deymiz. Ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida sizlar bilan yana diydor ko'rishguncha omon bo'ling deymiz.